Assalomu alaykum. Bu Oral ovozi, siz bilan Solijon Abdurahmonov. Bir qancha obunachilarim Germaniya haqida ham ko'rsatuvlar qilib tursangiz deb taklif qilib keladi anchadan beri. Oldin bir ikkita ko'rsatuvlar qildim. Masalan, mana velosiped harakatlari, Berlinda velosipedchilar haqida o'ziga xos bir qisqa. Bunda boshqa ham ko'p mavzular bor, lekin men unga oldin juda bir aksent bermaganim, ya'ni urg'u bermaganim. Bu Germaniyani juda maqtayapti-da, endi o'sha Berlinda bo'lib juda maqtayapti-da deb o'rtoqlar bir o'ziga xos xijolat bo'lishmasin deb turib. Lekin Germaniyaning kamchiliklari ham juda e'tiborli, diqqatli. Men uni alohida qilishni lozim ko'rmadim, chunki hamma narsa nisbat bilan o'lchaniladi, ammo bu yerda so'z erkinligi bo'lgani uchun bemalol kim nimani xohlasa o'shani gapiradi. Faqat ma'lum Germaniyaning qonun tartib qoidalari bor. Xullas, bu yerda masalan siyosatdagi muammolar haqida keyingi paytda mana havo xizmati, ya'ni uchuvchilik xizmatlari, aviatsiya deymiz endi, juda katta ish tashlash qildi. Bir kunning o'zida 500 mingdan ortiqroq yo'lovchilar aeroportlarda qolib qo'ydi yaqindagina. Ya'ni oylik maoshlarining oshishlari va boshqa talablar bilan umuman aeroport xodimlari, uchuvchilar bir katta ish tashlashdi. Yana mana 2 kunlikda ham temir yo'lchilar deymiz endi, bu yerda Berlin shahar metrosi hamda juda ko'plab avtobuslar ish tashlashdi, 2 kunlik ish tashlashdi. Bunda endi odamlar umuman juda qiynalib qolmasligi uchun ba'zi yo'nalishlarda ishlatib qo'yishdi. Ya'ni bir joydan ikkinchi joyga ancha piyoda borib, o'sha joydan chiqib yana shaharning boshqa joyiga boradigan avtobuslar. Xullas, amallab borasiz degan ma'noda. Yana shu bilan birgalikda S-Bahn deyishadi bu yerda, shahar atrofida, shahar ichida qatnaydigan temir yo'l bu yerda ustida yuradi. Bizda elektrichka deyishadi endi Rossiyalarda. Elektrichka. Bu ish tashlamadi. Sababi ular ham ish tashlasa, umuman harakat to'xtab qolsa, bu juda ham og'ir bo'ladi-da. Xullas, mana shunday mavzularda agar men bu tomoniga aksent berib gapirsam, urg'u berib gapiradigan bo'lsam, unda o'ziga xos bir ish tashlashga chaqirishday tuyulishi mumkin bo'ladi-da. Lekin men bu haqda oldin bir ikki gapirib o'tganman, bir ikki videolarimda, uning mohiyati, sabablari va boshqasi. Xullas, Germaniyada gap ko'p. Bizni O'zbekistondagidan ham ko'p gap, agar bunday aytadigan bo'lsak. Chunki bu yerda siyosiy hayotda endi men ancha kuzataman deb aytishim mumkin. Oldin ham vaqtda gapirganman. Lekin Germaniyaning muzeylari haqida bir necha eshittirishlar qilishni lozim topdim. Albatta, men ularni bir eshittirishga keng tayyorlash uchun o'zim tayyor bo'lib boshlamadim. Faqat o'zim uchun tushirdim. Ko'plab muzeylarda bo'lganman. Keyin bularni o'zimizda odamlarga ham bir taqdim qilsam dedim. Albatta, uni internetda ko'rish mumkin. Lekin bu internetdan boshqa odamlar, men gapirsam, bu sizlarga tanish odam, ham bir o'ziga xos o'zbekona, qoraqalpoqona bir yondoshuv bilan gapirsam kerak deb, mana shunga ham jazm qilyapman. Xullas, bu umumiy borayotgan hayot oqimidan hech kim hech qachon chetda qololmaydi. Shuning uchun mana shu Germaniya haqida so'z deya o'ziga xos bir sikl ko'rsatishlar qilishga qaror qildim.
Diqqatlaringiz uchun minnatdorchilik bildirib, video tasvirlarga taklif qilaman. Mana bu maydon. Men shu yerda mana metro bekatidan chiqdim. Bu yerlarda bo'lmagan edim. Asli hozir men muzeyga kelyapman. Berlin Texnika muzeyi, ya'ni Germaniyaning deyish mumkin, texnik rivojlanish muzeyi. Bu yerda o'ziga xos maydon. Bu demak Haltung-Zeigen. Bu degani покажите отношения, ya'ni munosabatingizni ko'rsating. Demokratiya und Menschenrechte. Demokratiya va inson huquqlari uchun. Bu joy Berlin Gate parklaridan biri ekan. Men buni keyinchalik aniqlab ko'rdim. Yana shu Demokratiya und Menschenrechte. Bu yerda shu o'ziga xos mitinglar, namoyishlar qilinadigan joy bo'lsa kerak. Bu yozib qo'yilgani bo'yicha. Bilmadim, lekin buni har holda Google'dan qarab bilsa bo'ladi. Mana bu binoni menga shu yerda Texnika muzeyi deb ko'rsatishdi. Endi men kartada ham Google'da ko'rib kelyapman. Bu Stella deyishadi. Endi buni nimaga ekanligini ham men bilmadim. Bu nimaga bag'ishlangan, buni ham ko'rib aniqlab olish mumkin. Juda baland qilib, o'ziga xos qilib shu yerga o'rnatib qo'yishibdi-da. Odatda mana shunday joylar shaharlarda bor. Yevropada, faqatgina Yevropada emas, balki endi men aytganim, fuqarolar o'zlarining fikrlarini aytish uchun yig'ilishadigan joylarda. Buni mamlakatlarda odatda soni belgilab qo'yiladi. Bu yer endi maydon kichkina bo'lgani uchun, agar shunday joy bo'lsa deb aytmoqchiman-da, bu yerda masalan 100 ta yo 200 tagacha ruxsat qilsak kerak. Bunda ogohlantirilib ruxsat olinmaydi, balki ogohlantirib qo'yishadi o'sha mahalliy hokimiyatni. Biz mana shu yerda, mana shu mavzuda yig'ilish qilmoqchimiz deb turib ogohlantirib qo'yishning zarurati, buni tartib bo'lishi uchun politsiya faqat shu tegishliligi bo'yicha shu qarama-qarshilik qanday bo'lishi mumkin, boshqa bir ikkinchi guruhlar bunga qarshi o'rtada to'qnashuvlar bo'lmasligi uchun kuzatish rolidagina bo'ladi. Man qilish yoki boshqa emas. Agar endi albatta tartib buzilib bir boshqa to'polonlar bo'lsa, qonun buzilish holatlari bo'lsa, albatta politsiya aralashadi. Boshqa holatlarda odatda ular uzoqroqdan kuzatib turadi-da. Bularni endi Gate Park deyishgan. Buni tarixini men bir ikkita videomda 1-2 yillar oldin chiqish qilganman. Bu asli boshlanishi bularning Angliyadan, Buyuk Britaniyaning tarixidan. Fuqarolar o'zlarining mana shunday erkin yig'ilib fikr aytishi uchun o'sha Gate parklar bo'lgan. Bu aytib o'tgan edim men o'sha videomda, Toshkentda ham bo'lgan. Deyarli 100 yil oldin biz skver deb aytib o'rganib qolganmiz. O'sha xiyobonda yig'ilishadigan o'shanday. Xuddi shunday Gate Park. 1927-yillar voqealarini men endi bir izlab o'rgandim. Chunki fuqarolar o'z fikrini aytishi kerak. Buning bilan yig'ilib gapirayotganlarning gapi to'g'ri degan xulosa kelmaydi, ammo ular o'zlarining fikrlarini ochiq ayta bilishi kerak. Keyin unga mas'ul joylar to'g'rimi, noto'g'rimi fikr qilib ko'rishadi. Agar to'g'ri bo'lsa, buni bir o'sha aytilgan fikrlarni hayotiy bir ijroga, amalga o'zgartirish uchun harakat qilishadi. Agar noto'g'ri bo'lsa, uni noto'g'riligi haqida tushuntirish olib boradi. Shu orqali jamiyat olg'a siljishni davom qiladi. Mana endi bu texnik muzey, Deutsches Technik Museum deb yozib qo'yishibdi. Endi quyoshdan ko'rinadimi, yo'qmi? Shuni stelasi ekan bu demak. Mana biz keldik. Bu yerda mana pastda bir ikkita odam turgan ekan. Ulardan endi men har holda mana kelganimni bilsam ham bir o'zimning chala nemischam bilan so'rab qo'yay dedim-da. Endi odatda nemischani ham ularning orasida yurgandan keyin sal o'rganish bir zarurati bo'ladi. Ikkinchi bir jihati, bu endi o'ziga xos bir insonning bir yaxshi xislatlari bo'lishi kerak. O'shaning uchun men zarur bilib tursam ham har holda shumi texnika muzeyi deb so'radim. Ular ya dedi, ya'ni ya degan ha deganida.
Da bu muzey juda katta ekan. Bu yerda endi hatto samolyotlar yaratilishi, kemalar yaratilishi, lokomotivlar, bu poyezdlarda tortib yuradiganini lokomotiv deyishadi-da. Shulargacha ham demak bu juda katta hudud. Mana kirish joyi mana shu piyodalar ko'prigidan o'tib qayerdadir topib olamiz. Endi mana pastda bu daryodan kanalmi kelyapti. Bu turistlar har holda. Turistlar endi turistlik mavsumining eng bir avjidan qaytayotgan payti deyish mumkin. Qaytayotgan payti mana ko'prikning orqasidan chiqib kelyapti. Bu yerda gid gapiryapti. Biz u 5 yil oldin kelganimizda xuddi mana 20-chislo bo'ladi. Biz ertaga 5 yil bo'ladi. Mana shunday bir teploxod, sayr teploxodida aylanganmiz. O'sha gid gapirib turadi, lekin siz boshqa tillarga qo'yadigan bo'lsangiz quloqchin berishadi. O'sha o'zingizning kerakli tilga qo'yasiz. U yerda men yanglishmasam 4 ta tilda, ingliz tili, endi nemis tili albatta u gapirib turibdi. Ingliz, fransuz, yana rus tili ham bor. Biz rus tiliga qo'yib tinglaganmiz. Ancha qiziqarli, endi bular mutaxassis. Mana shu yerda meni diqqatimni tortgani, mana buni endi ruscha iva deyishadi. Bizda Majnun tol. Majnun tol bu bizni uyda, qishloqda, uyda yonida ham shu solma deymiz. Biz kichkina ariqcha nasosdan suv nasos chiqarib tashlaydigan, endi dalalarga ketadigan bitta nasos. Uni boshida, o'shani bo'yiga biz shunday bir qo'shnimiz olib kelgan o'sha ko'chatni. Biz ekkan edik, shunday Majnun tol. Mana bu yerda endi ancha katta bo'lgan. Majnun tol ham bir o'ziga xos bir eslatib turadi odamlarga. Endi buni bilasiz, buni shoxlari juda bo'sh. U bu narsalar ishlashga, meni nazarimda hatto savat o'qishga ham bu ishlatilsa kerak har holda. Mana bu yerda mashinalarda yorug' faralarni yoqib kelayotganliklarini kichkina ko'rasiz. Mana bittasi ko'k, yashil yoqmabdi. Mana boshqalari hammasi yoqib kelyapti. Endi bizda bu zaruratmi degan bir qandaydir qarshilik qilish psixologiyasi juda kuchli-da. Aslida buni endi nima uchun shunday ekanligi, buni foydasi nimalardan iborat, biz statistik ma'lumotlarni, men masalan bir 4,5 yildan beri o'zbek segmentini ijtimoiy tarmoqlarda juda kuzataman. Juda ham har kuni deyarli 10 soatdan ko'proq vaqtim ketadi deyishim mumkin. Lekin biron marta buning qay darajadagi foydaliligi va statistik ma'lumotlarni bir gapirib chiqqanlarini ko'rmadim. Hatto bu harakat xavfsizligi, avtomobil harakat xavfsizliklari, piyodalar hayotini saqlashdagi bo'yicha buni bir asoslantirilgan ilmiy ma'lumotlar yozilgan emas, lekin bir statistik ma'lumot, masalan o'sha chiroqni yoqib yurishda Toshkentda yo'l transport hodisalari piyodalar bilan bog'liq yoki mashinalar bilan ma'lum darajada kamayganligi, men hozir uning raqamlarini ayta olmayman, ancha kamayganligi haqida harakat xavfsizligi boshqarmasining bir maqolalarini o'qiganman. Lekin aytmoqchi bo'lganim, mana shunday maqolalarni ko'proq tinimsiz yorita bilish kerak va bunga oddiy bir fuqarolardan mana shunday chiroq yoqib yurishga qarshilik qilib yozilayotgan holatlarda siz ishonmaysizmi mana shu ma'lumotlarga deya ular bilan o'sha harakat xavfsizligi boshqarmalarining mutasaddilari, matbuot xizmatlari ochiq suhbatlar qilish kerak, ularni keng jamoatchilikka ko'rsatib va agar ishonmaydigan holatlarni qayd qilsa uning sabablarini o'rganish kerak. Men endi oldin ham bir necha gapirganman, bizda hokimiyatga nisbatan allergiya juda ham kuchli, haligacha ham kuchli bo'lib turibdi va men afsuski bu pasayayotgani yo'q. Lekin bu Germaniyani oladigan bo'lsak, nemislarni oladigan bo'lsak, bu borada butunlay boshqacha deyishim mumkin. Bu yerda ham hokimiyatga qarshi muxolifat juda qattiq kurashadi, qattiq gaplar aytiladi, juda qattiq gaplar. Ammo baribir belgilangan bir tartib kiritilayotgan bo'lsa, hokimiyat uni keng o'rganadi va ommaga o'shani joriy qiladigan paytda juda katta ishlar olib boriladi-da.
ming afsuski bizni O'zbekistonda bu borada biz juda orqadamiz. Biz faqat tegishligicha biron bir qaror yoki qonunni qabul qilishdi, o'sha bir qayerdadir ozgina muhokama qilgan bo'lamizda, bir ikkita maqola yozgan bo'lamiz, qabul qilamizda, keyin massaning noroziligi nimadan? Odamlarimiz tushunmaydi, bu shunaqa odamlar bizda deya bir fikr qilamizda. Bu fikrlar albatta noto'g'ri. Chunki biz O'zbekistonliklar ham bu borada ochig'ini aytishim kerak. Men shaxsan nemislardan yaramasmiz deb aytmayman har holda. Mana bu ko'prik ustidan endi bu elektrichka deymiz bu. Elektrichka qaysi ekan bu? Yo metroning nimasimi yoki shahar ichida qatnaydigan bo'lsa kerak. Har holda men uni aniq bilmadim. Lekin shu ba'zi joylarda ochiqda ham ketadi metroni poyezdlari. Keyin mana orqa tomonda ko'rsangiz kran. Buni minora kran deyishadi. Bashinli kran qurilish ko'p ko'rsatib turibdi. Endi bu mana bu yerda ham yana bittasi yuqori. Umuman Berlin qurilishi to'xtamaydigan shahar ekan deyman. Chunki bitta joyda buzib yangisini qurishadi, bitta joyda uni bir o'ziga xos modernizatsiya qiladi. Xullas tinimsiz ketayotgan. Albatta uning hajmini, shaharga nisbatan qurilish maydonlarini, ularda ichida masalan kvartiralar qurilishi qanday, ishlab chiqarish korxonalari qurilishi qanday, bunday statistik ma'lumotlarni ham olib joriy qilish mumkin. Lekin men endi bu tushirishlarimda, bu ko'rinishlarda unday maqsad qo'ymaganman. Har holda uni mutaxassislarimiz masalan o'rganishadi. Ayniqsa so'nggi yillari mana Germaniyaning tajribasini o'rganish ancha-muncha yo'lga qo'yilgan O'zbekistonda ham. Faqat muammo buni oddiy odamlarimizga oddiy tushuntirish va qat'iy tinimsiz tushuntirishda xolos. Bu yerda mana ko'prikdan o'tgandan keyin kichkina park. Buni endi hajmi yuzasi qancha ekanini bilmayman, lekin o'sha o'ziga xos park bu katta. Bu yerda mana kichkinagina mana o'rmon mevachalari bular endi. Qanaqadir bularni olishga ruxsat qilinmaydi odatda. Jarimalar ham ancha sezilarli, chunki buni qushlar yeydi, keladi. Umuman ko'p joylarda masalan men chumchuqlarni ko'raman bu yerda. Yaqinda o'qib qoldim, shu Moskvada ham chumchuqlar juda kamayib ketdi deb yozibdi. Bir moskvalik tabiat qo'riqchisi deymiz. Endi buni biz O'zbekistonda ham undan ancha oldin ko'plab yozishgan edi. O'zimizda masalan men juda yaxshi eslayman, 60-yillarda, o'tgan asr bo'ladi albatta. 60-yilning boshlari, 50-yillarda oxirlarida chumchuqlar ovulda pur qilib uchgan paytda shunday shovqin qanotidan chiqardi-da, chunki u yerda bir necha yuz chumchuqlarda yig'ilib uchganlarini ko'rganmiz biz, ayniqsa bedazorlarda bahor paytlari yoki kuzda, kech kuzlarga yaqin quyoshni shu tobida ular toblanib shunday yig'ilishib uchgan holatlarida. Xullas mana shunday meva-chevalarni ko'plab uchratasiz. Uylar oralarida ham shunday pishib turganini ba'zilarini men endi o'zim ham ko'rganman. Shu bu nima narsa o'zi totib ham ko'rganman. Bu qanaqa ekan deb turib. Xullas bu endi bilasiz nemislarning tabiatga munosabatini. Shuning uchun men endi bir o'rni keldi bir aytib ketay deyapman. O'zimizda ham mana shu qishloq joylarda mana shunday kichkina har xil buni kustarniklar, butalar deydi, mevali butalar, bularni ekish kerak albatta. Chunki dehqonchilik yuritish bir zamonaviy usullarida qadimdan kelyapti. 10 gektar ishlaniladigan yerda 1 gektar o'shanday chakalakzor o'rmon bo'lishi shart deyilganda, bu umuman agrotexnikaning tabiatni muhofaza qilishning asosiy talablarining birisi. Ammo bizda endi ming afsuski bunga hech e'tibor berilmayapti. O'shandan keyin qushlar, o'sha aytganimizdek chumchuqlar, boshqalar kamayib ketgan judayam. Yana buning ustiga masalan kaptar, bizda hakak deyishadi, soroka ruschasida, ular masalan
jo'xoriga hech qachon qo'nib jo'xorini yemasdi oldinlar umuman. Mana so'nggi paytlarda bir 15-20 yillar bo'lib qoldi. Oq jo'xoriga ular qo'nib olib bemalol shu cho'qib yeydigan bo'lib qolishganda. Ikkinchi bir jihati masalan mana shu hasharotlar, dehqonchilikda hasharotlarga qarshi kurashiladi, unga ximikatlar ishlatiladi, ammo o'sha hasharotlarni qirishda ularni mana shu chumchuqlar, boshqa hasharotlar juda qattiq kurashadi ular bilan. Qattiq, ya'ni har birining bitta mavsumda qancha yeyishlari bu gapiriladi. Men bu videoni tushirish boshidan albatta buni yurtdoshlarga havola qilish rejam bo'lgan doimo, lekin buni bir montaj qilib turib taxlab qo'yaman deb odatda boshlayman, lekin hozir meni buni taxlash, montaj qilish imkoniyatim juda ham chegaralangan, iloji yo'q. Shuning uchun buni boshida salomdan boshlamaganimni uzr so'rayapman-da hamma ko'ruvchilarga, kuzatuvchilarga assalomu alaykum. Sizlarga ham barchangizga toza havo, toza nafas, sog'lik hamrohingiz bo'lsin. Men hozir mana ozgina dam olib o'tiribman. Endi muzeyda qayerdadir boramiz. Hali biroz bordir har holda. Qayerdadir mana olmaxonda o'tirganini ko'ryapman. U ham qimirlamasdan kuzatib o'tiribdi. Har holda bu yerda endi olmaxonlar ham quyonlar, uy quyonlari juda ham ko'p Berlinda. Bu odatda olmaxonlar ham yaxshi o'rganishib qolgan odamlarga hech kim bunday aytganda turtmaydi, shuning uchun ular ham juda bir qochavermaydi. Quyonlar bo'lsa, endi masalan men bir joyni bilaman, ko'p o'taman, u joy ham kichkinagina bir dam olish joyi. Quyonlar juda ham ko'payib ketganidan uni yaqinda bir o'tsam ancha kamaytirishibdi. Chunki ular ham bir ko'p bir o'ziga xos ko'payib ketsa, u bu narsalarga zarar keltiradi-da. Ba'zan mana shunday ko'paygan joylarida zarur kamyob daraxtlarni ekishsa, uni pastini shu quyonlar g'ajib tashlamasligi uchun setkalar bilan aylantirib qo'yishadi, kichkinagina qilib turib. Men endi bir necha joylarda suratga olganman, ular ham hozir arxivimda turibdi. O'zbekiston, Toshkent. Danke. Mana yugurishgan, bular endi parkda yugurishyapti. Maxsus shug'ullanishayotganlar bo'lsa kerak, har holda bilmadim. Men ularga qishirib tushirib olsam bo'ladimi desam kulishadi-da. Kulishadi. Bu degani значит mumkin deyishgani. Har holda bu yerda mana shunday park bo'lsa, atrofda uylar, lekin hozir endi ish vaqti, bugun dushanba 19-avgust. Har holda, lekin kechqurunlari bu yerda albatta fuqarolarni ancha-muncha uchratasiz deb o'ylayman. Chunki mana bu o'ziga xos so'qmoq, bu juda ham ko'p harakat qilinib, yurishlarini bildirib turibdi-da. Yana atrofda mana uylar. Yana bir jihati mana shu shovqin yo'qligini aytmoqchiman. Chunki oldin ham bir gapirib o'tgan edim, shu Berlin, umuman Germaniya shovqin juda past bir dunyo mamlakatlari, dunyo poytaxtlari, shaharlari orasiga kirsak kerak, ular ichida bir yetakchi o'rinda tursa kerak deb boya ko'rsatganim. Mana kanaldan o'sha teploxod ketyapti, tovushi deyarli bilinmaydi-da. Uni shunday oldimizda endi bunday aytganda 10 metr, 15 metrda pastda o'tib ketyapti. Tovushi deyarli bilinmaydi. Uni o'sha bortida ketsangiz ham, paluba deymizmi, tovushi deyarli bilinmaydi-da. Bu endi o'sha motorlarining yaxshiligi, ikkinchi yana uni bir pastda maxsus joylarda qo'yilib, o'sha shovqin chiqadigan joylari bekilib qo'yilganligi, yana buning ustiga unga qandaydir bir yoqilg'i, suyuq yoqilg'i yonadi deb o'ylayman men. Uning shu trubalaridan tutun chiqqan joyda albatta motorning tovushi ham chiqadi-da, havo chiqib turgandan keyin. Lekin ularda ham shu maxsus bir o'ziga xos filtrlar orqali o'tib, birinchidan havoni zaharlashini pasaytiradi qay darajada. Endi bularda ham albatta o'rgansa bo'ladi qay darajada. Ikkinchi bir jihati, muhim jihati yana shovqin chiqarmaslik holati. Chunki shovqin bu qanday shovqin bo'lsa ham odamni diqqatini tortadi. Diqqat tortish orqali bizni fikrlarimiz chalg'iydi-da.
fikrlarimiz chalg'iydi. Hatto biz unga o'rganib qolgan holatda ham, masalan, uyda shunday eshikni oldida nasosi bor uylarni bilardim men bola paytlarimiz. Bir 10 qadamda, 15 qadamda, 20 qadamda katta nasos ishlab turardi. Suv chiqaradiganlar. Kecha kunduz tinmaydi mavsum paytlarida. Endi odam o'rganib ketamiz, biz diqqat qilmaymiz deydi. Degan o'shanda men 1-2 marta o'rtoqlarda hangomalashganimda. Aslida u o'rganib ketiladi, lekin baribir u sizning psixikangizga ancha-muncha ta'sir qilib turadi-da. Ta'sir qilib turadi. Chunki eng birinchi o'sha shovqin sizning quloq pardalaringizni doimo tebratib turadi. Chunki siz uni eshitib turasiz baribir. Diqqatingiz boshqa joyda bo'lgani bilan ham u sizning quloq pardalaringizni silkitib turishdan to'xtamaydi. O'sha jihatlardan ham masalan biz joylarda o'zimizda masalan shu shovqin holatlarini pasaytirish masalalariga ham juda diqqat qilishimiz kerak. Bunda endi xalqaro standartlar bor, bilasiz. Ayniqsa mutaxassislar, fizika o'qituvchilari buni juda yaxshi bilishadi. Detsiballar bilan o'lchanadigan qanday bo'lishi kerak va agar u belgilangan xalqaro bir normalar bor, jahon sog'liqni tashkilotlarining keyin o'shandan masalan bizda O'zbekistonda qay joyda, qay darajada yuqori ekanliklari, shaharlarda, ko'chalarda, ovullarda bular ham juda muhim narsalar. Buni masalan rivojlangan mamlakatlar juda yaxshi o'rganishadi va fuqarolarning salomatligi uchun juda qayg'urishadi. Chunki mana shu jihatdan salomatligi himoyalangan fuqarolarning ishlab chiqarish natijalari ham yuqori bo'ladi, sog'lig'i yaxshi bo'ladi nisbatan. Bu ham mamlakatning o'ziga xos bir boyligi. Bu mana o'zimizdagi jiydaga o'xshab ketar ekan bu endi. Tanasi, shoxlari, deyarli barglari ham, ammo bu mevali emasga o'xshaydi. Chunki bu hech qanaqa mevasi ko'rinmayapti. Demak, bu mevali emas. O jiydaga o'xshagani bilan ham. Bu yog'imizda mana bu o'zimizdagi terakka o'xshaydi, ammo bu ham boshqacharoq ko'rinishdagisi. Boshqacharoq ko'rinishda terak, lekin barglari, shoxolari, bo'yi boshqasi o'zimizdagi teraklarga juda o'xshab ketadi. Mana bir ko'chaga chiqdik. Endi bu kichkina ko'cha, shu kirish oldimizda deyishdi. Bu yerda ham bir o'tirgan ikkita insondan shu so'rab oldim. Endi o'zimning o'sha chala nemishcham bilan har holda sal kelishmay tursa ozgina inglizchalayman, xudlas. Chunki buni endi kirish joylarini ham Google'da qarab olsa bo'lardi, lekin men o'zim bir sal yanglishib yurishdi bunday holatlarda negadir ma'qul ko'raman. Chunki o'sha yanglish orqali bu narsalarni ko'rasizda, nimagadir o'ziga xos bir joyga chiqasiz. Mana o'ziga xos aylanib yurib Berlin Story Bunker degan joyga kelib qoldim. Bu ham hozir borib ko'ramiz nima ekanligini. Har holda Story Berlin Story Bunker. Berlin bunkeri tarixi. Bunker bu o'sha endi bu ancha urush oldidan ham bo'lgan, urush paytlarida juda muhim. Xullas, natsizmning bir o'ziga xos ishlari bo'yichagi bir bu mana endi biz texnika muzeyini qarab yurib, bu o'ziga xos muzey. Bunker degani endi o'sha saqlanish, urush paytlarida yoki boshqa biron xavflarda saqlanish. Wie konnte es geschehen? Bu qanday sodir bo'lib qoldi? Ya'ni sodir bo'lganligining sababi nima degan ma'noda. Bu yerda ruschada как это могло случиться. Buni o'zbekchada bu qanday sodir bo'ldi deb tarjima qilsak bo'lishi mumkin desak, unda sal boshqacharoq tushuniladi mening bilgan o'zbek tilimda. Shuni aslida esa nimaga bu sodir bo'ldi, nima xato qildik biz degan ma'noda berilib turibdi-da. Joyi Germaniyaning Hitler ham bu yerda
Shuni ham deydi. 45-yildan bu kungacha ekan bu. 45-yildan mana shu yerda. Bu yerda o'ziga xos suratlar, yana mana rejasi, ya'ni chizmalari. Bu esa o'sha Bu ko'rayotganlaringiz sirtda, ichkariga kirmay sirtda qo'yilgan stendlar. Ichkarida suratga olishga ruxsat qilishmas ekan. qaysi yilga yanglishmasam bu yerda 42-yilgisi bo'lsa kerak yozib qo'yibdi. Bombalangandan keyin chunki urushni boshidan boshlab Berlinni bombardimon qilib boshlashgan. Birinchi dastlab Buyuk Britaniya, keyinchalik Sovet aviatsiyasi ham bombalab boshlagan. Bu 42-yildagi holat ancha-muncha bunday aytganda xonavayron qilingan holatligi ko'rsatib turibdi. Mana section bunker. Bu mana 5-chi suratlar jamlanmasida Adolf Hitlerning o'sha bunkerdangi bilangi nimalari ko'rsatilgan bo'lib turibdi. Pastda o'sha albatta bularni alohida bir o'qib o'rganib bizni yurtdoshlarga bildirib turish kerak deb o'ylayman. Ehtimol kimlardir bu borada bir ko'rsatuvlar ham qilgan bo'lishi mumkin. Chunki natsizm nima ekanligini nemis xalqi juda yaxshi tushundi. Ayniqsa urushning oxirgi yillari, o'sha 44-yillarga kelib, hatto 43-yildan keyin ham keyinchalik o'shandan beri o'tgan deyarli 80 yil ichida nemis xalqi, umuman Germaniya xalqi natsizmning qaytib kelmasligi uchun juda ko'plab ishlar qilyapti-da. Mana shulardan birisi bu bunker faoliyati. Men bu haqda tasodifan 1-2 marta qachonlardir o'qiganman, lekin deyarli hech narsa esimda qolmagan, chunki bunday bunkerlar barcha joylarda bo'lgan, urush holatlarini hisobga olgan holda. Shuning uchun mana bu bunkerga kirish joyi. Siz mana kirdingizda kirish joyida ogohlantirish, har xil suratga olish mumkin emas ekan. Video kuzatuvlar borligi ogohlantiryapti. Demak, suratga olish mumkin emas ekan. Keine Aufnahmen, no photos. Men shu yerda sizlar bilan xayrlashaman. Hammalaringizga salomatlik, yurtda tinchlik, nafaqat yurtda, butun dunyoda tinchlik. Chunki biz mana shu natsizm, fashizm bir halokatining men shu yerda ostonasida turibman. Ichkarida suratga olish mumkin emas ekan. Shuning uchun barchalaringizga sihat salomatlik, yana bir marta butun dunyoga tinchlik. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Bu ishlash rejimi, tartibi, taglish degani har kuni soat 10 da ochilib 19 gacha ochiq bo'lar ekan. Bu har kuni, demak dam olishsiz. Letzte Einlass, bu kirishning so'nggi muddati, ya'ni yopilishidan 1,5 soat oldin kirish to'xtatiladi. Bu degani demak ko'ruvchilar uchun 1,5 soat vaqt berilar ekanda, bunday aytganda. Lekin u yerda ichkari kirganingizdan keyin sizga chiq demaydi hech kim. Qancha ko'rishni lozim topsangiz shuncha ko'rasiz. Burchaklarda masalan bir o'tiradigan kichkina stulchiklar qo'ygan, o'sha kichkina xonalar, endi rasmlar. Lekin bir o'ziga xos koridor tomon ochiq, bu yopiq xonalar emas. Har joylarida o'tirishga yetarli kursilar turibdi. Bileti mana 12 euro. Bu audio gidni qo'shib hisoblaganda, audio gid degani qulog'ingizga ildirib olasiz, pult qo'lingizda, o'sha kerak tilda qo'yasiz va kerak xonani qo'shasiz.
kerakxonani qo'shasiz. O'sha joyda nima suratlar, nima voqealar, hodisalar ekanligi sizga o'sha tanlagan tilingizda gapirib beradi. Albatta, u yerda tillar ko'p emas. Men masalan rus tilini qo'shdim va juda yaxshi izohlar bilan buni ko'rdik. Ichkarida Adolf Gitler va u boshchiligida natsistlarning hokimiyatni qanday egallaganliklari borasida tarixiy suratlar kichik xonalarda sodir bo'lgan vaqti va yo'nalishlari bo'yicha bo'lib qo'yilgan. Barcha suratlar hujjatli bo'lib, ya'ni aniq o'sha vaqtda tushirilgan. Men shaxsan o'zimning Berlin bunkeri tarixi muzeyida ko'rganlarimdan ta'sirlanganim haqida gapirishni ma'qul ko'rmadim. Natsizm va fashizmdan dunyo xalqlari 50 million insonlarni qurbon qilib, asosan g'alaba qildi. Ammo katta-kichik urushlar hali hamon yer kurrasining u yoki bu joyida sodir bo'lib kelmoqda. Faqat afsus bilan shuni qayd qilishni istardimki, insoniyat oradan 80 yil o'tgan bo'lsa ham natsizm va fashizm ofatlaridan zarur xulosalar chiqarib ololmayapti. Yana bir bor diqqatlaringiz uchun rahmat.